Agar Argentina so'nggi 2 jahon chempionatida g'irromlik qildi deb o'ylasangiz, siz 1978-yil nima bo'lganini bilishingiz kerak. O'sha yili Argentina shafqatsiz harbiy diktatura boshqaruvi ostida jahon chempionatiga mezbonlik qilgan. Qiynalgan xalqni chalg'itish uchun hukumatga g'alaba zarur edi. Argentina va Braziliya u paytdagi format bo'yicha B guruhida birinchi o'rinni olib, finalga chiqish uchun kurashishgan. A guruhida so'nggi turning 2 o'yini bitta vaqtda o'tadi. Lekin B guruhida FIFA nimagadir Braziliyaning o'yinini vaqtliroq belgilaydi. Argentina Peruga qarshi o'yinidan oldin 4 ta gol farqi bilan yutish kerakligini o'sha bilgan. Buning ustiga o'sha diktator prezident Videla va sobiq AQSh davlat kotibi Henry Kissinger o'yindan oldin Peru yechinishxonasiga kirib, futbolchilar bilan nimadir haqida muloqot qiladi. O'yin 6-0 hisobi bilan tugaydi. Peruning eng kuchli o'yinchilari esa kurashish o'rniga birinchi taymdan keyin zaxiraga olinadi. Argentina Braziliyaning o'rniga finalga yo'l oladi va keyincha birinchi jahon chempionatini yutadi. Vaqt o'tib jurnalistlar Peru Argentinadan 35 ming tonna g'alla va unga qo'shib 50 million dollarga teng muzlatilgan pullarini olganini aniqlashadi. Shunaqa gaplar.